Microsoft Word'in dastlabki asos temasidagi darsimiz davomlashyapti. Microsoft Word yoziq tahrirlash sistemasi bo'lishi bilan birga bu ko'p xil qurilmadagi, ya'ni formatdagi mazmunlarni qo'llaydi. Masalan, rasm, jadval, har xil shakl deganga o'xshash. Biz bundan keyingi bir qancha qism darsimizda Word'ga shunday alohida mazmunlarni qistirishni ko'rib o'tamiz. Oldi bilan ko'rib o'tadiganimiz rasm qistirish. Bu darsimizda biz har xil shaklda rasm qistirish va rasmni tahrirlash, uning xosliqlarini o'zgartirish qatorliq mazmunlarni ko'rib o'tamiz. Navbatda biz rasm qistirishni bir tayyor hujjatga qistirib ko'rib o'taylik. Buning uchun rasmni mazmun bilan moslashtirish kerak. Qo'lda bevosita yozsam xat yozishga hali vaqt ketadi. Shuni tayyor bir hujjatni ochib shuniga mashg'ulot qilay. Word'ga rasm qistirish uchun biz bir qancha xil usulda rasm qistira olamiz. Birisi qistirish tizimligidan qistirish. Biz bu yerni qistirish tizimligini olsak, bu yerda qistirg'ili bo'ladigan mazmunlar ko'rindi. Buning uchun qaraydigan bo'lsak, rasmlar deb bir tur bor. Biz bu belgini bossak, rasm tanlash ko'zniga ishladi. Endi biz bu yerdan o'zimiz xohlagan bir parcha rasmni tanlab bersak bo'ldi. Masalan, bu jurnal temasidagi mazmun, men buningga bir dona jurnalning rasmini qistiray. Resimni tanladik, undan keyin qistirish knopkasini bosdim. Bu hujjatga rasm qistirildi. Bu birinchi xil usul. Rasm qistirishninki yana bir xil usuli. Biz oldi bilan diskimizdan xohlagan bir rasm hujjatini tanlab olib, masalan, bu rasmni tanlay. Undan keyin buni biz ko'chirib olamiz. Ya'ni bu yerni ko'chirish knopkasini bosamiz yoki bo'lmasa o'ng knopkani bosib, o'sha rasmning ustiga bu tizimlikdan ko'chirishni tanlasak bo'ldi. Ondan biz yana Word'ga qaytib berib, rasmni qistirmoqchi bo'lgan yerga kelib, yana bu rasm qistirishga bir ayrim quruvchi oldim. Undan keyin o'ng knopkani bosib chaplashni tanlasam bo'ldi. Yani bu vaqtda biz rasm qistirish maqsadiga yeta olamiz. Bu yerda rasm birinchi betga patmaganlik uchun ikkinchi betga o'tkaldi. Endi biz rasmni qistirib bo'lgandan keyin buniki nisbatan har xil tahrirlash xosliqlarini o'zgartirish mashg'uloti bosaq bo'ldi. Buningga o'xshash rasm cho'ng chiqib qolsa yoki biz planlagan yerga patmasa, biz buni kichiklatib ishlatsak bo'ldi. Ya'ni kichiklatish uchun rasmni tanlasak, bu rasmninki burjak kirvaklarda bir tochkalar paydo bo'ldi, chikitlar. Biz bu shu chikitlar orqali kichikilta olamiz. Bulungdagi chikitni bosib turib surish orqali biz buni mos nisbatda kichikilta olamiz. Buningki to'rt tarafidagi chikitlarni yo'tkash orqali rasmni qisib ma'lum bir tarafga cho'ng kichiklikni o'zgartira olamiz. Yana buningga o'xshash. Endi rasmni qistirgandan keyin buningki o'rnini tanlashga to'g'ri keldi. Masalan, buni biz o'ttirg'a chiqarmoqchi, bu vaqtda yana tekst tanlaydigan o'rindan tanlab bersak bo'ldi. Endi biz rasmga nisbatan yana boshqa mashg'ulotlarni qilmoqchi bo'lsak, bu rasmni qo'sh cheksak, bu yerda indiza degan nomda yana bir tizimlik paydo bo'ldi. Bu maxsus rasmga nisbatan mashg'ulot ilib boradigan tizimlik. Biz bu yerdan har xil tahrirlash va rasmniki xosligini o'zgartirishga munosabatlik
ba'zi mashg'ulotlarni elib boralaymiz. Masalan, bizning resimimiz yanto yoki tik tortilib qolgan bo'lsa, biz buni musha turib ham o'zgartira olamiz. Masalan, buni biz tiklamoqchi bo'lsak, bu tizimlikdan tiklasak bo'ldi. O'ngga yoki solga deganga o'xshash. Masalan, o'ngga 90 gradus tiklasak, bu resimimiz yana bu betki patmini bu xil holatga keldi. Bunu solga 90 gradus aylantirdik, yana asli keldi. Ondan bunu bevosita tik almashtirish, ya'ni ostini ustun qilib yoki o'ngdan solga o'rish, yani bu xil shaklda ta'tir qatorliq mashg'ulotlarni bu yerda bevosita ilib bora olamiz. Buni qaysini tanlasak shu xil shaklga o'zgaradi. Uningdan boshqa bu resimga nisbatan ba'zi uslublarni tanlay olamiz. Masalan, bu yerga qaraydigan bo'lsak, har xil rasmning tayyor uslublari bor. Hemen bu ustidagi rasmga nisbatan mashg'ulot olib boray. Bu resimni sal kichiklatib olaylik. Bu yerdan biz masalan bir ramka tanlab bakaylik. Masalan, bu ramkani tanladik. Bu resimga bir qora rangli ramka paydo bo'ldi. Buningga oq ramka paydo qilmoqchi bo'lsak, buni tanlaylik. Mana rasm ramka qilindi. Yoki bo'lmasa yumaloq ramka. Yoki bo'lmasa buningga soya unumi qatayli. Yani bu yerga resimning soyasi yoki sho'lisi paydo bo'ldi. Mushunga o'xshash bir qism tayyor unumlar o'rta ta'minlangan. Mush orqali biz rasmlarimizni nihoyat o'ng'ayli ba'zi shaklga kirgiza olamiz. Bu bizningki rasmlik hujjat tahrirlashimizga zo'r qulayliklarni olib keldi. Ya'ni Photoshop qatorliq maxsus surat tahrirlash imkoniyatlarini ishlatmasakmi, ba'zi odatdagi unumga biz yeta olamiz. Biz resimni har xil tahrirladik, lekin ko'ngildagidek bo'lmadi. Biz nurg'un mashg'ulotlarni elib beryaptik. Endi buni asliga qaytarmoqchi bo'lsak, bu tizimlikdan resim shaklini asliga qaytarish degan turni tanlasak, bu resmimiz aslidagi holatga keldi. Ya'ni bizning burunqi bekitgan unumlarimiz amaldan qoldi. Endi biz bu yerdan tayyor uslublarni ishlatib resimimizni tanladik. Navodi biz o'zimiz xohlagan bir shaklni, masalan ramkalarni, ramkaningki cho'ng kichikligi, rangi degandek narsalarni o'zimiz xohlagancha o'zgartmoqchi bo'lsak, bu yerdan tanlasak bo'ldi. Yani ramkaning rangi ko'k rangda tanlandi. Ondan bu ramkaningki siziqining tom inchikiligi, masalan tom holatga keldik. Deganga o'xshash. Ondan yana boshqa unumlari, masalan har xil soylar resimga berildigan. Başka üçti unumlar resimler xil shaklga kirgiza oladi. Buningga o'xshash. Resim o'zgarib ketgandan keyin asli qaytarishning bu yerda biz bir xil usulni ko'rdik, yana boshqa xil usullar bor. Masalan, o'rta har qanday bir xato mashg'ulotni keyniga yondirmoqchi bo'lsak, bu yerdan qaytarsak bo'ldi. Yani bu knopkani bassak, bu resim asli holatiga qaytadi. Yana bir bassak, yana oldingi mashg'ulotga qaytadi. Yoki bo'lmasa knopka taqtisidan Ctrl Z knopkasini bassakmi, bu davomli asli holatiga qaytadi. Endi resim qistirgan vaqtda biz davomli bunga o'xshash ayrim qurg'a resim qistirishimiz notayin. Ba'zida resimni tekstlarning orasiga, tikka yoki ustiga ilishga to'g'ri keldi. Bu vaqtlarda biz bu tizimlikdan resimningki o'rnini tanlab bersak bo'ldi. Ya'ni o'ngga, o'ttirga, solga deganga o'xshash.
Uningdan boshqa bu yerdan tekstninki tekst bilan resimninki munosabatini belgilab berishga bo'ldi. Yana masalan biz resimni tekstning orasiga olmoqchi bo'lsak, bu belgini tanlaymiz. Yana bu resimninki ikki yon tarafida bu xatlar davomlashib mengayverdi. Hamda biz resimni har xil o'ringa yo'tkazsak, bu yerdagi tekstlar o'zi avtomatik chiziladi. Ya'ni tekst resimning tagida qolmay atrofini aylanib chiqadi. Biz bu resimni ikkinchi quruvdan keyin o'ng tarafda ko'rinadigan qilmoqchi bo'lsak, buning o'xshash chizsak bo'ldi. Uningdan boshqa resimni tekstning tikka aylantirmoqchi bo'lsak, tik qo'ymoqchi bo'lsak, bu xil shaklda. Agar tekstning ustiga qo'ymoqchi bo'lsak, bu turni tanlasak bo'ldi. Hozir bu tekstga nisbatan biz yana shu resimning atrofini tekst o'rab turadigan holatni tanlaylik. Endi tekstga ba'zida bir qancha xat rasmlarni ustma-ust qo'yishga to'g'ri keldi. Bu vaqtda qaysi rasm eng ustun turdi, qaysi eng ostida deganga o'xshashlarni bu yerdan tanlab bersak bo'ldi. Ya'ni navbatda tanlangan rasmni tik yo'tkash yoki oldiga yo'tkash yoki eng oldiga yo'tkash deganga o'xshash. Ondan resimni tahrirlash mashg'uloti. Bu yerda biz ko'p ishlaydigan mashg'ulotlarni resimni kesadigan mashg'ulot bor. Ya'ni ma'lum bir resimninki ma'lum qismini tekstga ishlatmoqchi bo'lsak, buni kesib ishlatsak bo'ladi. Kesish uchun resimni tanlab bo'lgandan keyin andizi tizimligidan bu turni tanlaymiz. Bu vaqtda resimda atrofga qaraydigan bo'lsak, bu xil siziqchalar paydo bo'ldi. Biz shundan foydalanib resimni kesib olaymiz. Ya'ni masalan, mouseni bu siziqqa keldik, bu yerdan tortib qanchalik tanlasak, shu joyni kesib oldi. Masalan, buni men asli qaytadim. Menga bu resimninki usti yermi lozim. Bu vaqtda men bu yerga tanlasam bo'ldi. Endi buni tanlab bo'lgandan keyin kesish knopkasini yana bir qatim bassam, bu resim kesildi. Ya'ni men o'zimga kerakli qismini olib qoldim. Bu o'rta resimni kesish mashg'uloti. Endi resimga nisbatan rang o'zgartirish mashg'uloti yapmoqchi bo'lsak, resimni tanlagandan keyin bu yerdan bu rangni tanlasak, bu yerda tayyor bir qancha xil rang o'zgartirish unumlari ta'minlangan. Masalan, buni tanlasam, bu aslidagi resim o'zgardi. Ya'ni men boshqa turlarni tanlayman. Masalan, rangsiz holat. Resimimiz rangsiz holatga keldi. Yoki bo'lmasa sariq. Resimning umumiy rangi sariq rangga o'zgardi. Deganga o'xshash bu yerdan xohlagan turlarni tanlab bersak bo'ldi. Buni men asli rangini qaytarib qo'yay. Asli rangi qaytdi. Endi biz yana resimga nisbatan yo'riqlikni tanishlaymiz. Yana bu turni bassak, resimni nihoyat yo'riq qilmoqchi bo'lsak, mana. Agar resimni tutuqroq ko'rsatmoqchi bo'lsak, resimni tutuq holatda qilaylik. Buningga o'xshash. Yana asli qaytaraylik. Resimga bir qism unumlarni berishga bo'ldi. Ya'ni bu yerdan resimni tutuqlashtirish, resim tutuqlashdi. Boshqa mozaika unumi deganga o'xshash. Bu
buningga o'xshash biz rasmni nihoyat osonla ba'zi unumlar kirgiza olamiz. Asli qistalgan rasm cho'ng bo'lg'achqa o'rta mashg'ulotning surati sal oslab qilyotidi. Yana buningga o'xshash ba'zi tayyor unumlarga erisha olamiz. Endi o'rtaganda rasm qistalgan vaqtda ba'zida rasmning tigini suzib o'tishga to'g'ri keldi. Buning uchun men ayrim bir rasm qistirish tizimligini ochdik. Rasm buning ichidan hemen taglik rengi bir xilroq rasmni tanlayman. Masalan, bu rasmni tanlayman. Bu rasmni men hujjatimga ishlatmoqchi. Ammo buningki taglik rengi menga muvofiq kelmadi. Yani bunu basqanda bu xil qavrangning chiqishini xohlamayman. Yoki bu betninki umumiy rang bilan bu moslashmaydi. Shunga men buning kitobning atrofidagi rangni suzib o'tmoqchi bo'lsam, bu rasmni qo'sh chekib endiza tizimlikni ochib olamiz. Undan keyin bu yerdan taglikni o'chirish deb bir tur bor. Buni bassak taglikni suzib o'tadigan doirani bir ramkaga yapadi. Biz hozir bu yerni suzsak bu kitobning girviga chiqib ketadi. Shunga kitobni o'z ichiga oladigan holatda ramkani tanishib bersak bo'ldi. Bu ramkalarni o'zimizga kerakli rasmga yaqinroq qilib tanishib bersak bu rang suzishga foydali. Ramkani belgilab oldim. Endi men o'zgartishlarni saqlab qolish degan bu knopkani bassam, bu rasmimizning taglik rangi suzilib ketdi. Gerçi biz degandek yaxshi unumga erishamagan bo'lsak, masalan bu kitobning varaqlarining orlig'ida yana bir qism ranglar qolib qoldi. Lekin umumiy jihatdan taglik rangini suzib ola oldik. Navada rasmimizningki bizga lozimli obyekt bilan taglik rangi alayda farqlanib turadigan rasmlar bo'lsa, bu rang suzishning unumi texim yaxshi bo'ldi. Endi biz bu rasmninki cho'ng kichikligini tanishgan vaqtda mouse bilan tanishishni ko'rib o'tdik. Navada bizning alayda ehtiyojimiz bo'lsa, texim aniq belgilamoqchi bo'lsak, bu yerdan odatda rasmninki qimmati beriladi. Mush yerdan tanishib olsak, bunda masalan hozir bu 9.34 cm ekan. Biz buni o'zimiz xohlagan qimmatni berib tanishib olsak bo'ldi. Masalan, rasmning egizligi 5 cm. Bu vaqtda buning kengligi mo avtomatik bilan o'zgardi. Shunga o'xshash qimmat bilan tanishsakmi, rasmni tahlillash maqsadiga yetalaymiz. Shuning bilan Word'da resim qistirish munosabatlik mashg'ulotlarimiz bu yerda tugadi.